شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz ilgirki dersimizde Malik Yevmiddin dekitibetip Allah'ın ki kıyametinin ilgisi, tasarruf kılgıcısı, mutlak hükümdar ekanligi dekitib atkan. Bu noktani bizning qalbimizning tuyushi eng zarur, eng muhim ekanligini ko'z ko'rishdan, ko'z orqali ko'rgan ko'rishdan, ko'z tuyg'usidan, qalb tuyg'usiningki, qalb ko'rishiningki bak muhim hem işenç dəyətdə yuqur urun turduğanlıqını sözləb ketib etib, Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam bilan Cibrail'nin oturdu bolğan söhbət qıssasını sizlərning huzurunuzğa sunğandım. Bu qıssada Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam imandanmı bir yuqur dərəcəninki, imanның ən yuqur dərəcəsininki ihsan bulduğanlıqı. İhsan deganimiz insan Rabbini ko'rmagan taqdirdimi, ammo Rabbi uni ko'radigan bo'lg'achqa xuddi ko'rgandek tasavvur bilan, ko'rgandek tuyg'u bilan ibodat qilishninki iymonning eng yuqori darajasi bo'lgan ihson bo'lganligini bayon qilib o'tgan. Biz shu darsimizning oxirini bugun yana davom qilamiz inshaalloh. Ya'ni shu mazmundan chiqib ketmadik. Ya'ni ko'z bilan ko'rish orqali erishgan ma'lumot tuyg'u bilan qalb tuyg'usi qalb ko'rishiningki muhim ekanligi degan mazmunda ketyapmiz. Yana bir hikoya bor. Bir kuni Payg'ambar alayhisolatu vasallam Haris ismli sahobalarning birisini ko'rdi. Buning dediki, Haris bugun ahvoling qanday? Kayfa asbahtal yawm? Yani bugun ahvoling qanday tong atqizding degandan keyin Haris bugun men haqiqiy mu'min holatda tong atqizdim. Yani bugungi ahvolim men haqiqiy mu'min, qalbim iymonga to'lgan mening bugun dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dediki, "Fanzur maza taqul?" Nimdavatqanligingga qara. Fa inna li kulli qawlin haqiqa. Çoqum her gapning bir arıq görünüşü buludu. Senin gapingning arıq görünüşü, imaningning arıq görünüşü nima? Sen bugün haqiqiy iman to'lgan, imani to'lgan qalb bilan haqiqiy mu'min bo'lib tong atqizdim. Bugungi ahvolim shu deyotsa, bu imoningning haqiqati nima? Arıq görünüşü nimalar uning keynida degandan keyin Haris dediki, men o'zimni dunyodan sug'utdim. Qalbimda dunyo yo'q. Kechemde tong atqizdim, kecheni uxlamay o'tkazdim. Kunduzimda usudum. Yani demek ki kechini qoyim bo'ldim. Yani qiyam qilib namoz o'qidim. Kunduzda ro'za tutdim. Xuddi men Robbimning arshininki oshkori ekanligi, xuddi oldimda uchiq bir tug'an holatdagidek holatda men shunga qaravatman xuddi men. Xuddi men jannat ahlininki o'zaro birisi-birisini yo'qlashib shu jannatda farovon yashayotganligini ko'rayotgandek bir tuyg'udim men. Xuddi men do'zax ahlininki shu do'zaxda cho'qin selishib, vaqirishib turayotganligini ko'rayotgandek. Mana menligi tuyg'u bu. Mana men bu nuqtadan o'zimni haqiqiy mu'min deb qarayman deb mendaq izoh berdi. O'zining iymonininki orqa ko'rinishini, mohiyatini, haqiqatini menda izohladi. Peygamber aleyhisselam Haris'nin bu cevabına qarata, Haris sen hakikatini tunupsa, imanı tunupsa felzem, çın tutmuş yolda, bana bu senin yolun olsun dedi. Demek bu yerde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ki onu hakikatini tunupsa çın tuttuğunu, Haris'nin özünün imanını bu şekilde hakiki imanla tarifleşke sebep olan muhim bir halkı var. O olsun mu kalp görüşüdür. Yani kalp
bizning qilayotgan ishlarimizni, ishonchimizni, iymonimizga haqiqiy ravishda ko'sa qalb, maqalib tuysa, qalbdan chiqsa, bu eng yuqori ravishdagi iymon bo'ladi. Jannatni ko'rmadik, bu bizga nisbatan g'ayb, ammo jannat ko'z oldimizda bo'lishi kerak. Do'zaxni ko'rmadik, bu bizning ko'z oldimizda bo'lishi kerak. Malaikalarni ko'rmadik, kiramen katibin malaikalarni, ammo bu bizning ko'z oldimizda bo'lishi kerakki, shu an meningki butun ishlarimni yezyapti degan bir xil qalb tuyg'usi bo'lishi kerak. Mana bu iymondagi eng yuqori palla. Buning ismi islomda ihson deb ataymiz. Oldingi qatimliq darsda so'zlagan payg'ambar alayhisalom bilan Jibroilning o'tirida yuz bergan dialogdagi ihson degani bu. Mu'min bu orqali haqiqiy iymon egasi bo'la oladi. Shuningdek Qur'oni Karimda Allah subhanahu wa ta'ala o'zining rasuliga xitob qilgan vaqtida alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil degan bir xitobini ko'ramiz biz. Bu suraning mazmuni bizga nisbatan bu yerda asosiy maqsad emas, ammo demoqchi bo'lgan nuqtamiz mushu surada payg'ambar alayhisolatu vasallamga shu bir voqelikni eslatib, sen qaramamsa, ko'mamsa Robbing fil egilarini qanday qildi deb xitob qilyapti. Aminatda payg'ambar alayhisalom shu fil voqeasi yuz bergan yilda tug'ilgan. U voqea yuz bergan vaqt Rasululloh balkim necha kunlik, balkim necha oylik. Demak, bu yerdagi qaramamsa degani, qandaqdir ko'zlan qaramamsa deganlik emas. Qalb tuyg'ulan shuni bir tushunmamsa sen buni, o'z ko'z oldinga ekamamsa buni sen degandek bir xil ifoda bo'ladi. Endi bu yerda ba'zi mustashriqlar mushu oyatni Qur'oni Karimni ayiblash, hujum qilish uchun vosita qilib oladi. Bular deydiki, alam tara kayfa deb Allah payg'ambar alayhisalomga qaramamsa dedi. Payg'ambar alayhisalom fil yilisi tug'ilgan. Rasululloh ko'miga uni, Rasululloh har qancha o'tib ketsa bir kichik bola yoshi kun, necha kun yoki necha oylik deb mujna hujum qilishdi. Amaliyotda masala unda emas. Mustashriqlar tushunmadi bu masalani. Agar bu yerda Allah qaramamsa degan iboratni ishlatmay, alam ta'lam bilmamsa deb ishlatgan bo'lsa, biz deymizki Rasululloh boshqalardan bildi deymiz. Chunki bilish sen erishadigan bilish, cho'qim boshqa tarafdan erishsa yoki uni biladigan odam sana biridi. Demak, sana sening g'ayringdan bo'lgan inson ugatdi degan bo'ladi u vaqtida. Agar sen bilmamsiz degan bo'lsa, ammo Alloh bu yerda alam tara dedi. Maqsad nima bo'lsa, qalbingda bu ahvolni sen idrok qilmamsa, qalbingga hozir qilmamsa, ko'z oldingga akamamsa uni sen degandek bir xil tuyg'uludi. Biz deymizki, bu biz tilga olayotgan bu qalb ko'rish masalasi, masalalarni qalb bilan ko'rish masalasi, ishonish masalasi uchun qalbimizning bu iymon masalalarining eng muhim vazifalarining birisi. Payg'ambar alayhisolatu Alloh subhanahu va taolo davatgan so'z mu'min insonga nisbatan to'g'ri, haqiqiy, rost shaklda bir ko'rish bo'lishi kerak. Dedi qiyo bayatni tilga oldik. Do'zax bor dedi. Bu bizga nisbatan haqiqiy, rost shakldagi bir tuyg'u ko'rish bo'lishi kerak. Ko'z oldimizga do'zax kelishi kerak. Jannat bor dedi. Jannat bizning oldimizga haqiqiy ravishda bir kelishi kerak. Malaikalar kelishi kerak. Jannatdagi mu'minlarning xizmatini qiladigan ayol shakldagi hur eylar, g'ilmonlar ko'z oldimizga kelish kerak. Mu'minlarga hozirlangan noz ne'matlar ko'z oldimizda shu topda bo'lish kerak. Do'zaxdagi kofirlarga hozirlangan, dinsizlarga hozirlangan, asilarga hozirlangan shu azob uqubatning turli-turli Allah Qur'oni Karimda tasvirlagan shaklda ko'z oldimizda namoyon bo'lish kerak. Mana bu iymonninki eng yuqori qatlami, muhim bir iymon masalasi. Bu sal qarqalanmaydigan masala. Bilimiz Qur'oni Karim Allohning kalomi, ya'ni tilovat qilish orqali ibodat qilinadigan, qiyomatga qadar davom qiladigan bir kalom. Allah Qur'onda alam tara dedi. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamga qaratilganda qilgan bilan amaliyotda buning ma'nosi bu yerdagi qaramamsa degandagi qarash Allohga iymon etgan mush oyatni o'qigan har mu'minga uzluksiz davom qiladi. Men o'qiganimda meni Alloh qaramamsa ey Muhammad degandek, yana birisini o'qiganda qaramamsa ey Ahmad deyotgandek, yana birisi o'qisa qaramamsa ey fulani deyotgandek bir xil ifoda bo'lish kerak. Bu qiyomatgacha mushunda davom qiladi bu. Madam Allah Qur'oni Karimda qaramamsa degan ekan, biz cho'qim, yana sen cho'qim iymoning bilan ko'zing ko'rishdan ojiz kelgan narsalarga qarashing keraksan. Qarashing keraksa, o narsalarni
Közün körmüsümü imanı bilan körüşün kerak. Mana bu imani körüş deymiz. Bu közün körügünden en rast körüş. Çünkü köz öz sahibini aldışı mümkün. Lekin haqiqiy mu'min qalb sahibini hergiz asla aldamaydı. Mana bu imani qarash. Bu yerdan chiqayotgan imani qarash bu. Yani biz Malik Yevmiddin degan şu ahvolni dal mushaqil qarash bilan qarash kerak. Mushaqil qarash bilan qarash kerak. Bu bizden talab qilinayotgani. Endi biz oyatlarga qaytadan bir nazar tashlagan vaqtimizda oyatlarning surilishiga albatta arabcha o'qiganlar bu nuqtaga bek diqqat qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, malik yevmiddin. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan yakkaga vaqtimizda bunday bir ahvolni bayqaymiz. Yana bu yerda mushu arab grammatikasida 3-shaxs almishi deydigan bir narsa bor. Masalan, siz normal bir cümle şeklinde bir misal keltirip palani keldi deseniz, Zeyd keldi desek, Zeyd aldığımızda şu anda ama cümlemiz 3-shaxs keldi. Zeyd keldi aldığımızda oqasım Zeyd keldi deymiz ama cümle 3-shaxs adam aldığımızda men Zeyd'e uçurdum desek, Zeyd şu vaqtda yo'q olgan bo'ladi. Men uçurdum deb men degan bo'lsam, Zeyd lekin şu vaqtda yo'qmuş gapim degan vaqtida. Uçurdunuz, lekin paran qilgan vaqtda ussizlar yo'q. Bunu biz 3-shaxs deymiz. 3-shaxs. Bizim Uyg'ur tilimizda bor bu. Ondan keyin 2-shaxs var, 1-shaxs var. 3-shaxs şu anda biz paran qilayotgan vaqtimizda yo'q yoki ko'maydigan shaxsni 3-shaxs deymiz. Yani u. 2-shaxs biz so'zlayotgan vaqtda qishimizda ba shaxsni 2-shaxs deymiz. Masalan, siz, sizlar degandek. 1-shaxs dal so'zlayotgan odamning o'zi, men, biz. Bu 1-shaxs bo'ladi. Mesela bunu tushungandan keyin endi biz qaytadan oyatga qaytamiz. Biz bilamiz aqida masalalarining hammasida mushahada bo'lmaydi. Ya'ni amaliy ko'zlan ko'rish bo'lmaydi. Jannatni ko'rmadik, do'zaxni ko'rmadik. Jannat bizning ko'z oldimizda yo'q, do'zax bizning ko'z oldimizda yo'q, malaikalar bizning ko'z oldimizda yo'q. Bularning hammasi bizning ko'z oldimizda emas. Lekin bizdan g'oyib bo'lgan, bizga nisbatan g'ayib bo'lgan, ko'zimizga ko'rinmaydigan narsalarga iymon etish bizga haqiqiy iymoniy kurashni beradi. Biz ko'rmasakmi, ko'rgandek, ko'z oldimizda turayotgandek bir xil hodisani birimiz. Xuddi biz degandek, bu iymoniy kurash ko'zdan ko'rgandan bakroq kuchli bo'ladi. Endi biz bu gaplarni nima uchun deb yuramiz, bu yerda bu tushuniksiz gaplarni desa, Allah subhanahu wa ta'ala şu sura Fatiha'nın başında elhamdülillahi rabbil alamin degan vaqtida Allah g'ayb, yani bizga nisbatan biz ko'rmadik hozir. Robbil alamin umu bir g'ayb, Ar-Rahmanir Rahim umu 3-shaxs shaklda ifodalanyapti. Hammasi bu bir g'ayb bizga nisbatan ko'z oldimizda yo'q. Malik Yevmiddin bu bir g'ayb. Demak, suraning boshdan tortib Malik Yevmiddingacha 3-shaxs shaklda u degan shaklda Allah'a hamd sana olsun. Alemlerinin Rabbi o, Rahman Rahim o, kıyamet gününün egisi o degan o şekilde bayan kılınmadı. Muşu boyunca o vaqtda til bayan noktasını aytgan vaqtida til bayan noktası bunun sanıla ibadet kılımız, sendila yardım tilaymiz degan vaqtda gapni senga o'zgartmay o şekilde, yani 3-shaxs şekilde deyishni talab qiladi. Unda olganda İyyâke na'budu ve maynen burada İyyâhu na'budu oldu. Arap lug'alar bunu tabi biladi. Lekin Kur'an onda kelmedi. Allah subhanahu wa ta'ala mushakaga vaqtida cümlenin bayan qilish shaklini o'zgartib 3-shaxsni 2-shaxs yo'tkab sanıla ibadet qilamiz degan holatga yo'tkadi. Mishadagi bir munosabat va gap o şekilde kelyapti. Hamdu sana Allohga xosdir, ya'ni u olamlarning Robbidir, u yana Nayet şapkallik ve mehribandır o. Din günüsünün ilgisidir o. Bu üçü hemmesi o dep kelivertip Rabbimiz sanılla ibadet kılımız ve sendilla yardım talep kılımız dep sana özgürüvatıdı. Yani 2-shaxsga özgürdi bu uruda. Yani bir yerdeki 3-shaxs 2-shaxsga özgürdi. Onunla ibadet kılımız demedi. Sanılla ibadet kılımız dedi. Anda o mesele ne bu dese? Del mu'min Allah'nınki bütün uluhiyet noktasının hamd-u sanaga layık ekanligini his qilib, alemlerning Rabbi uni yo'qdan bar qilib, bütün nimetlerini berganligini his qilib, Rahman Rahim shafqatli va mehribon ekan orqali o'zining gunohlaridan xotirjam bo'lgan vaqtida qiyomat kunining egisi degan bu sifatdan
kıyametdeki meselesinden hatırlayacağım boğa vaxtida bunun da bir imani qaraş şeklindeki Allah bunun göz aldığı kılıdı. Allah bunun aldıdagidek bir xil halat şekillenidi. Şunlaşqa bu yerdeki hitap darrununu gözgüreydi. İkinci şahsdaki Allah sen degan yerga özgüreydi. Bu nokta bu yerdeki muhim nokta. Mesela siz Allah sizni bütünley yo'gigan, sizga ko'plab ato qilgan nimetler ato qilgan Allohning huzurida siz bunu nimetlarni ko'ryapsiz, nimetlar atrofingizda to'lib turibdi. Chunki u Allah Rabbul alamin. Sizni o'zining hukmidan xotirjam qildiki Rahmanir Rahim. Men bunda gunoh qilib solgan jazolanimanmi? Menda gunoh qilib solgan bak tugishib ketamanmi? Deb xotirjam qildiki Allah Rahmanir Rahimdir. Siz tavba qiling. Bütün günahlarınızdan hemmesi, hatta tövbe kılmazsın mı, şirkten başka günahlarınızdan hemmesi keçirilişi mümkün. Çünkü Allah Rahmanirrahim. Siz bundan hatırlayacağım buldunuz. Yani Allah'ın Rablığı kandaktır. Güç, kuvvet, davamlılık bir işlerini besin beden kılıdığın rububiyetle emez. Belki Rahmanirrahim rububiyetidir o yerde. Bir meşefkat rububiyetidir o. Siz hem de Allah'a hem de etip Allah'a iman etmişsiniz. Yani Allah siz his qilayotgan, yaşayotgan nimetler bilen yaşayotgan nimetlerinin fazlı bilen siz onunla hamd etmeseniz çokum Allah'ın yoluga qarşılık qilishdan hazır elenki çünkü o maliki yevmiddin. Bu yerda bunda bir nokta var. Allah ilahlık noktasını siz onunla hamd etsiz. Allah bütün nimetleri bilen sizni qoruşap turup siz huzurlanıvatsız o nimetlerini yaşayatsız şu an. Siz insan boğalık sübutunuzdan nurgun günahlarını kıldınız. Bundan korkan bolsunuz Rahmanir Rahim. Bu cəhətə siz hatırlayacağım oldunuz. Əmdi siz şunca nimetlerinin sahibisiz. Nurgun keçirimlərə erişdiniz. Əmdi siz Allah'ın yoluğa qarşılıq qilishdən, Allah'a iman etmaslıqdan, hem de etmaslıqdan hazır eylən ki, çünkü o maliki yevmiddindir, kıyamet gününün igisidir. Hem dünyadaki zalimlarınki, dünyadaki padişahlarınki, iş igilerindeki siz zulüm qilishdan qorqmang ki, çünkü o günüsdə Allah o günüsdən igisidir. Ma noktadan sizden bütünley hemme işiniz hal oldu. Siz düşündünüz ki Allah sizin o nimetlerini verdi. Düşündünüz ki günahlarınızdan hemen Allah keçirim kılıyordu. Düşündünüz ki kıyamet meseleniz halis Allah'a ait. Allah'ın üzü bir taraf kılıyordu. Hiç kandak zulüm bulmaydı. Demek siz kayıs dereceye yettiniz? Allah subhanahu ve ta'ala bütün sıfatları bilen ilahiyet faziletleri, rububiyet nimetleri, günahlarını uçurutduğun rahmet, kıyamet günü Allah'a uçuruştan korkudan bir korkuncu bilen Allah göz aldığınızı kelgen buludu şu vaxtıda. O vaxtıda Allah gayiplik, yani üçüncü şahıs, sizin göz aldığınızda yokluk haletten del hazır halet göğütüdü. Göz aldığınızda hazır olan buludu Allah. Çünkü şu işlerini siz hakiki çöngen vaxtda Allah sizin göz aldığınızda kellikini inkar kılanmayısınız. Göz aldığınızı kelgen buludu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilahlık, ulug'ligi, Allohning rahmat, mo'lligi hammasini ko'z oldingizga akeldingiz siz. Sanoqsiz ne'matlarini qiyomat kunisidagi mas'ul, qiyomatning egasi ekanligini ko'z oldingizga akeldingiz siz. Bu vaqtda sizga Allah sen deb ikkinchi shaxslarga xitob qilishdan boshqa nima to'g'ri kelsin? Siz undan boshqa nima deya olasiz endi? Nima qoldi undan boshqa deydigan endi? Boshqa yo'lingiz yo'q. Boshqa deydigan gap yo'q. Boshqa qiladigan ish yo'q. Yüzülmüştün başka yol yok sizin nispeten. Eğer siz hakiki Allah'ın itiraf kılıp, nimetlerini mülahize kılıp, tefekkür kılıp, Rahman-ı-Rahim'le işinip, kıyamet meselelerini Allah'a tapşarsanız, Allah da biraz özünüzden aldığını Allah'a kılıştın başka yolunuz yok. Deydiğin gap yok ondan başka. Ondan ki siz deyirsiniz ki, İyyâke'ye ötsüz. Burun u deyip kelgen ibaretle, İyyâke'ye kelgen vaxtıda sana degen mezmunga özgerdi. Şunaşka, İyyâke na'budu deyip gepine başlayısınız. Bu bir mesele. Hem de ikinci bir mesele var bu orunda. Yani bu şu Arap dili bildiğinle bir kadar düşündüğün mesele. Arap dilinin normal kurulmasında sana ibadet kılımız degende na'buduke degen ibaretlerini ifadeleydi. Na'buduke degan iboratlar ifodalaydi. Ma'rundimi na'buduke va nasta'inuke desa sana ibodat qilamiz va sendan yordam talab qilamiz degan normal ma'no chiqadi. Ammo bu yerda Allah iboratni unda keltirmadi. Kapni oldiga o'tkazib,
İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Bizning Uyg'urcha tushundirsak, sangilla deb bir qiz qo'shimcha qo'shiladi shu o'rinda. Na'budu desa, sang ibodat qilamiz bo'lsa, iyyake na'budu bo'lsa, sangilla ibodat qilamiz degan bir qo'shimcha, sangilla degan qo'shimcha qo'shiladi. Ya'ni bu yerda bir ibodat Allohga xoslashadigan bir xususiyat, xoslik ifodasi chiqadi. Shunga olib turib aytadi, siz iyyaka na'budu degan Allohning ismini qo'ygan vaqtida bu yerdagi ifoda nimani ifodalaydi desangiz, xoslikni ifodalaydi. Buni deganlik siz birovga desangiz, men sen bilan ko'rishman desangiz, siz uni bilan yolg'iz ko'rishingiz mumkin, uni bilan boshqa bir to'p kishilar bilan ko'rishingiz mumkin. Sen bilan ko'rishman bo'ldi gap tugul. Ammo siz uningga iyyaka o qobil desangiz, sen bilanla ko'rishimiz degan bo'ladi. Buning ma'nosi bu yerdagi ko'rishish xos bo'ladi, yolg'iz bo'ladi deganlik bo'ladi. Na'budu desangiz, sana ibodat qilaman hamda deb boshqalarga ibodat qilishni inkor qilmaydi ma'runda. Ammo sanalla ibodat qilaman desa, sendan boshqa hech kim ibodat qilmayman, sendan boshqadan yordam talab qilmayman degan bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga mush iboratni xohladiki, iyyaka na'budu deyish orqali ibodatni o'z zoti bilan xos qilib berdiki, menga ibodat qil demoqchi Alloh o'rinda. Agar na'buduka vahdahu degan bo'lsa, vahdaka masalan, sana yolg'iz ibodat qilamiz degan bo'lsa-mu, shu ma'noni ifodalayolmaydi, chunki siz vahdakining keyniga qo'shib ma'aka kaza deb mana arabchada yana bir gapni qo'shish ehtimolingiz bor, lekin iyyaka na'budu deb iyyani oldiga o'tkazgandan keyin masalani kesgan bo'lasizki, ibodat Alloh qilam xos, uningga yana bir narsani agashib akagili bo'lmaydi. Masala tugidi, ibodat Alloh qilam xoslashdi degan uqum chiqib bo'ldi ma'rundan. Tamam. Andikin bu yerdagi iyyaka na'budu degan ibodat masalasiga kelsak, sen ibodat qilaman degan gapnim degan gapimdi. Bizning tushunchimizda bu haqda mancha bir narsa bo'lish kerak. Sana ibodat qilma degan gapda. Ibodat degan Alloh subhanahu va taoloning shu qilma degan bir yo'li va bizga, bir shariat va bizga avatgan. Mushu shariat orqali itoat qilish deganlik bo'ladi ibodat. Shuningga namoz ibodatning asosi qilindi. Sajda Allohga bo'lgan bo'ysunishning eng yuqori cheki belgilandi. Chunki sizdagi eng hurmatli bo'lgan yuzingizni elib kelib, shu putni qo'yadigan yerga qo'yasiz. Mana bu Allohga bo'lgan eng yuqori cheki. Insondagi eng hurmatli narsa yuz. Yuzni akilib dastlab turadigan yerga qo'yib turib, "Ey Alloh, men senga itoat qilaman. Men buning itoat qilishimning eng yuqori ko'rinish shakli bu" deb ifodalaysiz. Demak, namoz boshqa itoatlarning asosi. Siz özünüzün beşini bütün insanların aldığında Allah'a koyaladınız. Özünüzün Allah'ın bendisi itaat kıldıqlıqını ifadeleyelediniz, başkalarını kılalayısınız. Şunun başka namazga ehmet birişimizin sebebi bu. Bana bu ahvalların hemmisi namazda umumi kişilerin aldığı 101'di. Aldığı kılısız, yalnız kılmayısınız onu. Nimişka? Ne sizden bütün insanların aldığı Allah'a itaat kıldıqlıqınızı ilan kılış. İlan kıldınız siz. Bana ben Allah'a itaat kıldım. Gavulunla yakalayakla. Köz aldığınladı ben Allah'a beşimini koydum. Pişanamni yerga qo'ydim deganliginiz o. Masalan bu yerdagi bandichilik, ya'ni itoat, Allohga bo'lgan itoatda boy, namrat, cho'ng, kichik hammasi o'xshash. Biz bir sapda qator turib, podshoh fuqaroning qishida, amaldor fuqaroning qishida, boy, namratning qishida, cho'ng, kichigining qishida turib, yuzini yerga qo'ydi demak, bizning har birimizning qalbidan kibrlikni, cho'nglikni, haqning oldidan qo'g'laganligimiz bo'ladi. Haq subhanahu va taolo bandlarning o'tirini itoat qilishda, mushu bo'ysunishni e'lon qilishda barobar qildiki, namozda boylar oldida kambag'allik keyinida, amaldor oldida fuqarolik keyin to'sindimidi. Kim burun kelsa, sepga shu kirib, o'ziga loyiq bo'lgan o'rinda turib, hamma odam tang harakatlan, o'xshash harakatlan bir anda özünün Allah olan itaatini ilan kılsın dedi. Bunun özü mü Allah'ın bizge bergen çoğun bir nimeti. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki İyyâke na'budu diyen sözü kelsek, Allah sana ibadet kılımız ey Allah degellik, Allah'ın gayrı ibadet kılışını inkar kılıyordu. Yani Allah'ın gayrı ibadet kılmayımız, bunu benim bir dersin ekegili bulmaydı. Demek İyyâke na'budu bizge nemin verdi? Ondan başka ilah olmagan, ondan başka ma'bud olmagan, Allah qilla ibadetini xas qilish degan uqumini mush oyat bizga berdi. Yani biz Allah subhanahu va taoloning yeni bir oyatiga alayda qarashimiz kerak. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Yani osmon ziminda
Allah'tan başka ilah olgan bolsa buzulup ketdi degan ma ayetiga şu mazmunda qarashimiz kerak. Faqat Allah birla ilah, birla haq ilah. Biz şunun bilan itoat qilamiz. Ondan başqa bizning itoat qiladigan yerimiz yo'q. Ondan başqa bizning iltijo qiladigan yerimiz yo'q. Yordamni ondan başqa deydigan yerimiz yo'q. Yani biz shuningdek elhamdülillah degan vaqtimizda hamdining butun taqozolarini biz ko'z oldimizga keltiramiz. Ya'ni Allohning oshkor yo'shun ne'matlari biz uni oldingi darslarda jiq sanadik. Rabbul Alamin degan vaqtida Allohning o'z xalqidagi rububiyat ne'matlarini, koinotni bo'ysundirib berganligini ko'z oldimizga kelamiz. Buni jiq ilgirgi darslarda bir-birlab sanab o'tdik. Insonlarga nimalarni bo'ysundirib berdi? Kainatning qandaq taraflarini insonlarning xizmati uchun sarfladi. Buni biz so'zlab o'tdik. Ar-Rahmanir-Rahim degan vaqtimizda biz rahmatni, mag'firatni, qilgan eskiligimizga ehson bilan qarshilanganligimizni, tövbening ishiklarini ko'z oldimizga keltiramiz. Malik Yawmiddin degan vaqtida hisob kunisini ko'z oldimizga keltiramiz. Alloh subhanahu va taoloning sizning amallaringizga qanday jazo beradiganligini ko'z oldingizga keltirasiz. Biz mushularning hammani ko'z oldimizga keltirgan vaqtida andaymizki, iyyaka na'budu. Biz ey Allah sana ibodat qilamiz. Chunki biz bizning talab qilinayotgan narsani bildikki, o'smi ibodat bo'ysunish. Dunyoda Allohning ko'rsatgan bo'yicha mengish. Chunki shuni qilib berdi, shuni berdi, shuni berdi. Shu Allohning bu sifatlari va buni qilib berdi bizga. Qiyomat kunida manda sahib Allah. Bo'ldi, bizdan nima, bizdan boshqa nima bor bizda ibodatdan boshqa? Allohga bo'ysunish boshqa nima kerak? Masalan, nima qila olamiz undan boshqa? Chunki bizning boshlanish va oxirlanishdan iborat butun hayotimiz, butun hayot musofimiz Allohning elkida tursa, Allohning rahmati bilan boshlangan tursa, Allohning rahmati bilan davomlashayotgan tursa, ya'ni Allohning ilgiga qaytadigan tursa, bizning undan boshqa boradigan narimiz va nega borimiz undan boshqa? No'g'anlikin bizning iyyaka na'budu deyishdan boshqa gapimiz bo'lmaydi bu yerda. Faqat iyyaka na'budulan deymiz, boshqa gap yo'q bizga nisbatan. Yani biz bu yerda biroz to'xtash kerak bu yerda. Ya'ni arab tilida grammatik tilchilar odatda illat ma'lul deb bir gapni qiladi. Mushtaqizga to'xtalish kerak. Illat ma'lul ya'ni sabab natija deganda gap bir ishni qilishimizning bir sabab bo'ladi. Biz ma'lum bir nishonni ko'zlab qilamiz. Balangiz imtihondan o'tmoqchi bo'lsa, cho'qim muzokara qilish kerak. Muzokara qilishning illatining sababi, nima uchun muzokara qiladi desa, u imtihondan o'tish uchun muzokara qiladi u. Demak, imtihondan o'tish degan bir gap zihnda, mening zihnimda avval paydo bo'ladi. Yani shu imtihon menga butunlay alohidalik va kapolat qilingan kelgusi ve men isteydiğen, sayıqlı tirişiyotgan bütün işlarning hammani amalga chiqaradigan ishlar bilan birlik kallamga to'g'ilib bo'ladi. Chunki imtihondan o'tsam, bunda xizmat topsam, uni qilsam, buni qilsam, bunda bir narsa qilsam, kelgusida bunda bir kelgusida yashasam, bunda natijalarni, mushlarning hammasi oldi bilan kallamga keladi. Anda o'ganda dafi' qabla al-waqi'. Türtkü adamni bir ishga turtkuladigan turtki reallikdan ilgari bo'ladi. Sen qilayotgan ishlaringda kelgusiga o'ylagan o'ying amaliyotdan oldida bo'ladi. Ya'ni sen zihningga shu imtihondan o'tish hozir qilib bo'lding. Ondan keyin shu nijotlik imtihondan o'tishni reallikka aylantirish uchun muzokara qilding, imtihonda o'taman deb. Men ma'lumotni tushunish kerak. Buni sal turib biz tatbiq qilamiz. Yana bir misol olaylik. Siz ma'lum bir makonga, bir o'ringa safar qilmoqchi. Sayyoraning, mashinaning o'zi shu safarni sizga xohlagan, siz maqsad qilayotgan narsani ro'yobga chiqaradigan, siz yo'lni bosadigan bir sabab hamdi, bir sabab. Lekin uyimdan tushib, mashinamga minib, shu yo'llarni kezishga sabab bo'lgan turtki men shu paloni shaharga, masalan Iskandariya desak, shu shaharga safar qilmoqchi masalan. Mushu safar qilishdan iborat bo'lgan bir sabab, ya'ni turtki meni butun ishlarni qildi. Tayyorlik qildim, kiyimlarimni kiydim, chamadonlarni tayyor qildim, sumkalarimni. Uydan tushdim, mashinani haydadim, 1 kilometr, 200 kilometr yo'lni bosdim. Buning hammasining birdan-bir turtkisi shu shaharga qanaqlik yetib berish. Demak, bu yerdagi turtki dal Iskandariyaga berish bu turtki.
Bu mening zihnimda avval paydo bo'lgan narsa. Men butun ishlarni qilishdan ilgari bu paydo bo'lganlar. Undan keyin men ma ishlarni qildim. Undan keyin mush butun ishlarimni qildim. Shu turtkuni ro'yobga aylantirish uchun. Avval zihniyatimda paydo bo'ldi. Undan keyin shu ishlarni qildim. Shu zihnimda paydo bo'lgan narsa undan keyin amaliyotga erishdi. Undan keyin amalga erishdi. Ham Alloh subhanahu va taolo bizni hayotda ibodat qilish uchun yaratdi. Bu nuqtaga keldik. İbadet qilish uchun yaratdi. Qur'oni Karimda "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" dedi. İnsan jinning dunyoda vazifasi Allohga bo'ysunish, Allohga itoat qilish, Allohga ibodat qilish. Bu inson jinning vazifasi. Xuddi imtihondan o'tish asosiy muzokaraning illati bo'lgandek, Iskandariyaga berish, bayatdanqa qilayotgan bir munch ishlarimizning illati bo'lgandek, insonning jinning yaratilishining illati ibodat. Yaratılış bo'ldi. Allah bizni yaratib bo'ldi. Mush ibodatni ro'yobga chiqish uchun bundan keyin ro'yobga chiqadi. Bu oldi bilan ko'zlangan bir nishon. Xuddi imtihondan o'tish muzokaraning oldida ko'zlanadi. Iskandariyaga berish safar tayyorliklarining oldida ko'zlanadi. Kallaga o'nashtiriladi, ya'ni nishon qilinadi. Ya'ni ibodat yaratilishdan ilgari bizni maqsad qilingan bo'lsa, biz yaratilib bo'ldik. Ibodat amaliyotga aylansin uchun, reallikka aylansin uchun. Lekin mushu illat ma'lul, sabab natija degan gap Allohning af'ollariga uyg'unlashmaydi. Biz deymizki, qanaqadir Alloh subhanahu va taologa yetkazgan bir foydasi yo'q bu yerda. Bizni yaratib ibodat qildirishdan bu masala insoniy nuqtadagi tatbiqlayotgan masala. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandalarning hammasidan behojat. Lekin andos bu yerdagi sabab illat ibodat qilishning illati kimga boradi desa, xalqlarga foyda beradi. Allohga emas, xalqqa. Biz dedik ya, har qanday ishning bir sababi bo'ladi. Sababi amaliy harakat orqali ro'yobga chiqadi. Buning bir foydasi, ahamiyati bo'ladi. Endi shu bizni ibodat uchun yaratgan bo'lsa, Alloh shu ibodat qilishimizning ne foydasi bor degan vaqtda, buni Allohga foydasi yo'q, buni biz bilamiz. Alloh hammasini behojat. Unda o'zi kimga foydasi bor? Ya'ni bizga foydasi bor. Xalqqa boradi uning foydasi. Alloh subhanahu va taolo bizni ibodat qilishimiz uchun yaratdi o'ziga. Lekin bu yerdagi yaratilishning illati qanaqadir mush ibodat Allohning mulkidan bir narsani ko'paytirdi emas. Faqat bizning ibodatimiz bizga dunyo oxirat yaxshilikni olib keladi. Chunki Allohning ishlari sabablanmaydi. Alloh nima uchun yaratdi? O'ziga nisbatan u hech qanday sabab yo'q. Faqat bu yerda buyurilgani shu manfaat beradigan ibodat bu. Endi mush ibodat masalasiga kelsak, yana bir nuqtani tushundik bu yuqoridan. İbadetning maqsadi faqat Allohga oid emas. Ya'ni Allohga hech foydasi yo'q uningki. Biz ibodat qilli Allohga bir narsa ko'payib qolmaydi. Ibodat qilmayli Allohga bir zayd qolmaydi. Shu bu masalani tushundik qo'yadi. Har qanday ishning illat sababi bo'lsa, bu ishning illat sababi bizga oid, Allohga oid emas. Endi ibodat degan masaladan to'xtalish to'g'ri qildi. Ibodat degan nima? Ba'zilar Allah inson jinni ibodat qilishni yaratdi desa, bu nuqul bir gunguchni olganda bu ibodat masalasini. Ibodat degan masjidlardan o'tirish yoki tasbih aytish to'xtamay. Bumi yoki hayotning hammani o'z yoradigan bir yo'lmi? Uyingizda, xizmatingizda, zimindagi kurash tirishchanliklaringiz hammasi o'z ichiga oladigan bir yo'lmi? Agar Alloh subhanahu va taolo bandalardan namozni, tasbihni irada qilgan bo'lsa, unda bizga o'xshash ixtiyor berilgan shaklda yaratmaydi insonlarni. Ularni Allohga ibodat qilishga majburiy bekitilgan shaklda, xuddi kimga o'xshash inson jinni boshqa butun maxluq Allohga o'xshash. Butun maxluq Allohning hammasi Allohga tasbih, ibodat qiladi, o'ziga loyiq ravishda, o'ziga loyiq shaklda. O shuningga yaratilgan, shu shaklga o'rnatilgan uning programmasi undan chiqadi. Ammo inson ixtiyorli shaklda yaratildi. Agar Alloh bizni namoz, roza, zakat mushuni murod qilgan bo'lsa, bizni shuni ham yaratgan bo'ldi. Mijozim bizning programmamizni biz undan o'zimiz xolamay chiqib ketolmaydik. Lekin Alloh unda yaratmadi. Bizga qilmaslik ixtiyori yaratdi. Bu yerda bir masala bor. Namozdan maqsad emas, ibodatdan, zakatdan maqsad emas, hajdan maqsad emas degan bir masala bor. Allah subhanahu va taolaning nima bilamiz? Qahhor degan sifati bor. Qahhor deganlik bir ishlarni bo'l deb bo'ldira oladi, qil deb qildira oladi. Har qanday ishni xohlagan ravishda, istigar ravishda shaklda o'rinlashtira oladi degan bo'ladi. Shu nuqtadan Alloh bizni o'z ibodatiga majbur shaklda xolos yarata oladi.
Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِعِينَ. Sen ulanın ima etmeliydin. Hapınma da Resulullah'a hitap kılıp hapınma. Hapılışı mümkün hapınma. Sen üzerinde temkin tut. Eğer biz halıgan bolsak asmandan bir paket ömrünü çöküzüplam ulanın boyunu, onun boysunu ötüdüğünü devamlı ibadet kıldı. Bunda mı kılı tuttuk? Mesele onda ama sen üzerinde vazifesini ada kıldın. İma etmişse vay israf ketme o ahvalga. Bunun mu Allah'ın bir hikmeti var dedi. Demek Allah halıgan bolsa bizni mecbur ibadet şekilde yarattı. Yani Allah eğer halıgan bolsa bizni üzünün yoluga mecburi boysundurdu. Hiç kim Allah itaat kılışını çetmeyemeydi. Ama Allah bizge şuna bir delil ver. Yani bizim bedellerimizde, dünya hadislerimizde biz mecburundan bir bilik işler var. Yani bir mecburluğunu için Allah tarafından bir xil muqim şekilde bekitiliş. Biz onundan başka tarafga çıkamazlık degan bir ahvalning bizga nisbatan bir delili var. Yani biz dünyada hemme işte ixtiyor emas. Biz özümüz mecburi şekilde mağadigan bir taraflar oldu. Mecburi şekilde başını ötküzdüğün bir işler var. Mesela bizning jasadimiz desek, nurg'un ishlarda Allohga mecburi itoat qiladi. Allah o'rinlashtirgan sistem bo'yicha maqdama bizning badan bizning bo'lsa-mu, bizga itoat qilmaydi badan. Mesela qalb, yurak so'qidi to'xtamay. Allohning buyrug'i bilan biz iroda qilmasaqmi to'xtaydi u vaqt kelsa. Mesela unda bo'lib qolsa, bizning irodamizga bo'ysunishib qolsa, o'ylashni hech kim xolamaydi, yurakning to'xtab qolishini xolamaydi mesela. Oshqozon tomoqlarni hazm qilaveradi. Biz bu to'g'rilik hech nima bilmaymiz, qanday shaklda hazm qiladi, xolis bunda hazm qiladi, o'zining ixtiyori. Bedenimizdagi qon aylanish sistemasi bizning hech qanday bir irodamiz yo'qki, xohlagan shaklda mengaveradi. Bu Allohning bizga maqhur shaklda o'rinlashtirilgan bir tarafi. Ya'ni inson bedenidagi nurg'un narsaning hammasi Allohga maqhur shaklda, ya'ni majburiy shaklda bekitib bir xil sistemga. Ya'ni bizning irodamizning uning xizmatiga hech qanday bir ta'siri yo'q. Hayatda bizga yuz berayotgan hadislar var. Men onun nisbatan maqhur, nurg'un ishlar yuz berdi, uningdan yuz bermay amalim yo'q. Mashina vaqasi uloqdi mesela. Men uning yuz berishini cheklayamayman mesela. Mashinaning meni so'qib o'tishini cheklayamayman. Aeroplanning men bilan portlab ketishini cheklayamayman. Demak, dunyoda Allohning qazo va qadridan yuz bergan ishlarning hammasi menga nisbatan maqhur. Buningdan men chalab chiqib ketamayman. Demak, insonning butun holati ixtiyor emas. Ya'ni ixtiyorlik mantiqsi hayotimdagi mahdud, ya'ni cheklik bu. Ma'lum darajada men tug'ilgan kunimni kontrol qilolmayman mesela. Men paloni kunda tug'ilay deyolmayman. Dadam kim, anam kim bu haqda hech qanday bir hukm qilolmayman bu haqda. Mening shaklim haqida men hukm qilolmaymanki, egiz ulayman, paka ulay, chayliq ulay yoki ko'rimsiz ulay degandek. Demak, bu yerdagi ixtiyorlik mantiqisi hayotda faqat qilma degan prinsip. İnsan ixtiyorga qo'yildi, ixtiyorlik berildi degan gap, ashyoda ixtiyor degan gap. Haqiqatda insonning ixtiyorligi yo'q-ku dunyoda. Inson bekitilgan sistem bo'yicha yashaydi. Ammo Alloh bergan bir yo'l var, shu yo'l var. Shu yerdan ixtiyorlik berildiki insonga shu yo'lda xolisi mang'udi, xolimiz mangmaydi, qiyomat kuni jazolandigini shu bo'ladi. Mang'anliqqa qarta jazolanadi yoki mukofotlanadi. Allah subhanahu va taolo nima uchun bu yerda ixtiyorlik qo'ygan desa, Allah subhanahu va taolo o'zining xalqidan qar ibodatini her halkının kahre ibadetini isteklik. Mesela insandan başka. Mesela biz bilmeydiğin şekilde özgür layık kalmıştı tili var her mahlukun ki. Malaikeler deyimiz, başka hayvanlar deyimiz. Ama insan cılgı ki vakti Allah kahre ibadetini mecburi ibadet emez. Mahbubiyet yani suyup ibadet kılışını istedi bizden. Benden özü halap ibadet kılsın. Halap itaat kılsın. Onu mecburlamaydı da Allah. Şunlaşqa bizni yarattı. Bizning aşı yolga kelish kemasligimiz ixtiyorligimiz var. İtaat qilish qilmasligimiz, asilik qilishimiz ixtiyorligimiz var. Allohga ishonmaslikda bizning ixtiyorligimiz var. Bu jihatda bizga ixtiyorlik vardı. Mana buning orqali biz Allohga o'zimizning sevgi ibodatini, sevgi itoatini isbotlaymiz. Allah bunu istaydi bizdan. Ama qolgan jihatlarda, mush yo'ldan boshqa jihatlarda inson maqhur, ya'ni inson nurg'un ishlarga majbur, amal yo'q. Allah onu aşağı yaratgan. Ama muş yol meselesi de, mağdığan yol meselesi lan Allah'ın dinkin bizge nimagan ixtiyorlik bergan. Yani sen Allah'ını söysen, onun öz ixtiyorlik bilan kelsa. Hatta Allah qo'ygan söygün tüpeyleden Allah'ın g'azab qildigan ishlardan voz kechsa masalan.
Allah qo'ygan söygün tüpeyledin Allah talep kıldığı işlerini kılırsa qandaq mecburi emas, onu özün ixtiyarlıksız emas, özün ixtiyarlı olan kılırsa. Hatta senin öz tanlışыңdan Allah'ın yolundaki Allah'ın iradəsiga vaz keçken vaqtın, çetinigen vaqtın, çıqqan vaqtın, sen özün bir işlerini yaxşı görürsə, manda mijazın var, manda psixikaң var, manda bir həvəsin var. Amma Allah sana qoygan yol, Allah'ın yaxşı görüşü mavu. Senden maaşlarını talep kılıdı, mandajını kılışını yaxşı kılıdı Allah olup kalsa, sen üzerinin yolundan vaz geçip Allah'ın iradesine düştün, sen şu vaxtda Allah subhanahu wa ta'ala söygü ibadetini əməli qılğan bulursa, əməliyyətə çıxarğan bulursa, royapqa çıxarğan bulursa, şu vaxtda sen Allah'ın ibadullah olğan bulursa ki, Allah'ın bendisi, Allah'ın kulçuluk kılıdıq Allah'ın qatarının bolğan bulursa, qanaqdır Allah yaratqan bendilərinin qatarının emasligini, müşahid ərəbçədə ibad, əbid deb iki ibarət var. İbad degeni Allah'a özlüğünün itaat qılğanlarını ibad deb ataydı. Hem de Allah itaat qılğan ve qılğan Allah yaratqan bütün bendilərinin hamını abid deb ataydı. Onu ibad ne şu bendiler deb tərcümə qılımız, bendicilik qıldığı Allah, abid ne Allah'ın kuldur deb tərcümə qılımız. Yani sen o vaxtda ibadullah bulursa, ibadullah'ın qatarından bulursa, Allah haqiqi ibadat qıldığı Allah'ın qatarından bulursa, əminət həmmələn Allah'ın abid yani kulları. Abid mecbur olan işe bab beraber ve hemen okşaş yaratıldık, okşaş sistemi kaçlandı bizge, okşaş şekilde yaşayımız dünyada. Lekin özünün tallaş mentiqisini düşüp, Allah'ın buyruklarındaki Allah'ın iradesi bağan bendile ula ibadullah oludu. Yani ibad degenimiz mandak adamlar oludu. Şuna başka Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ibad ile abid'nin oturasına ayırıydı. Ayetlerine nazar taşlasak وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اَنِّي deb mümin bendilerinin gebine kıvatqa vaqta ibad ibaretini işildidu. Menin bendilerim sizin men hakkıda solsa, denki men ulağı yıkın, dua kıqallarının duasını icabat kılın. Ma ayette mümin bendiler, dua kılıdığın bendiler, itaatcan bendiler maqsad oğa çıqa ibad ibaretini işletken. Yani bir ayette وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ayetini mümin bendilerinin sıfatını sözlep durup ibadur rahman, Rahman'ın bendileri de ibad ibaretini işletti. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın körüp duruptumuz ki Allah subhanahu wa ta'ala müminlerinin sıfatlarını bəydi, müminlerini ibad da atıdı. Lekin umumi insanlar hakkında söylediği vakitte Allah abid ibaretini işletti. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Allah abidlerine, kullağa, bütün insanlara zulüm kılmaydı diye ibarette. Bu ayetin başka mezmunumuz gibi istemez hazır. Beyde mektuğunu ibad, Arapçadaki ibad ile abidnin manisini ayırış. Eminetü lügatı karasak ikilisini kul deydi. Lekin farkı ibad Allah'a öz ihtiyarlı kılan, söygü itaatıyla ergeçkeller yoluğa abid Allah'ın yaratkan bendiler oludu. Vakti ma'u kul, avu Allah hakiki kulçuluk kılıdığı Allah oludu. Hem de Kur'an-ı Kerim'de mandak bir ayet var. Biz yukarıda abid ile ibadın farkını ayırıp ibad degen Allah hakiki öz mahbubiyet ile, özünün muhabbet ile itaat kılğanlar deb düşündük ya. Bunun qarta ayetine kelib birisi ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min dunillah feyequlun entum adlaltum ibadi haula em hum dallus sabil. Deb kıyamet günüsü aşu müşrikler ve müşriklerinin Allah'ın qo'rqib ibadat qilgan haliq narsalarının hammasini yig'ib ularga sizlar ma'u bendilerimni ozdudinglarmi deydi deb mushurunda ibad degan iboratni ishlatdilar. Bu yerda ishlatib bayatdan siz ibad degan mu'min bendilarga qartildi deb turibsiz. Bu yerda mu'min va mu'min emas hammani yoki mu'min emaslarni ishlatibdi degandek bir savol tushib qolsa, bizning bu yerdagi gapimiz asi dalil haqida ketyapti. Alloh subhanahu va taolo bular to'g'riliq ibad deyişe bu kıyametteki, ahiretteki mesele. Ahirette hemmeyle ibad, ahirette ibad abid olmaydı. Yani ahirette hemmeyle ibad, çünkü hemmeyle al-vahidil ma'bud tabarak ve ta'ala itaat kılışka mecbur vaxtıda insani ihtiyarlık şu sekratga tushgan vaqtlam tuggan bo'ladi. Biz o vaqt hemmeyle Allah'ın itaatiga mecburi bekitilgan, mecburlangan, hiç şeyde ihtiyarlığımız yok, ibadga aylanamiz. Yine ibad kıyamet mesele. Ama dünyada ihtiyarlıkla ibadet kılganlar ibad
Yaratılgan Allah yaratgan bütün mahlukatların hamısını muabid. Mal dünyadaki ayrış ama ahiretteki ayrış başka. Yani Allah Subhanahu ve Taala insanı dünyada, hayatı dünyada Allah'a itaat kılış ihtiyarlıqını verdi. Allah bu cəhətdə insanı heç şeydə məcburlamadı. Müminnin gayrige heç qandaq bir təklifat, buyruq atmadı. Onu qıl, bunu qıl demedi. Namaz fərz qılmadı mümin olmayan kafirə məsələn. Amma müminin özünü ibadətə məcbur qılğını özü. Allah'ın mənhecigə, muş yolunu özgü tallığını özü. Ondan kim bu? Allah ilə imani bir kilişin toxtama görgən buludu. Özü. Ben talladım bu yolunu. İman ettim ben degenden ki anda olsa iman etdiğin şop qalsa mümindən qılıdığan bu işleri var. Anlakin bunun bırdıgan bunda mukafatı. Xuddi Allah bilen bir imani aqdiga kirgandek, imani kilişim qilgandek bir ahvol bu. Sen iman etmeden xalas hech nima gardına göçmeydi. Aşu'nun özü yeterli. İman etmeden namaz okumasan buludu. İman etmeden cezaniye ve iman etmeden harak içi ve iman etmeden işini qiliverse ama iman etdim şu işlerini qilmaysa bu bir xuddi Allah bilen düzgün imani to'xtamdek. Şoňa aşkı biz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ki teklifat babıda, buyurulmalar babıda insanların hamısı kitap qılğanlığını uçuratdı. Kitap qılmaydıganlığını görürüz. Fakat müminlerge kitap qılıp davamlıq bizge nispeten bir işni buyurulmakçı olsa ne deydi? Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyam. Ya eyyuhellezine amenu ista'inu bis-sabr ve's-salat. Yani namaz okunlar, roz tutunlar, cihat kılınlar, kısas elinlar degendek İslam hükümleri, İslam teklifatlarını demek çok vaxtda müminlerge hitap kılıdı. Yani Allah Subhanahu wa Taala fakat Allah bilen imani kilişini kirgen, imani toxtamga kirgen mümingila bir işlerini buyurup teklifatlarını onun üstüge artıdı. Peygamberlerin seyyidi bolan Muhammed aleyhissalatu vesselam'da biz bendiçilik ölçümüge sağa vaqtımızda en yuqarı çıkıdı. Bendiçilik, ibadet, itaat tarazısını koysak tarazı en yuqarıda çıkıdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından irade kılınan hakiki ibadetlikni ro'yobga chiqargan shaxs. Allah'ın xalqlarining uchun Allah yaxshi ko'radigan şekilde. Demek xalqlarning en yuqorisi diş to'g'ri kelsa bir kishiga u olsun Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bu to'g'ri. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah tarafından talep kılınan en namunelik ibadetni o'tirg'a chiqardi. Bu olsun mu? Aş ibadet del Allah'ın bizni yaratıştan bo'lgan illeti bu. Allah'ın bizni istegini bu. Allah bizni yaratıştan bizni istegen irade kılgan maksat bu. Yani biz muşu xil şekilde Resulullah'ın kılgan ibadetleri, itaatleri bu yolda çıng tutup mangallarga qarab turup andakin Peygamber aleyhisselam'ın halıqının nazarındaki büyük makamını antuyalaymiz. Hoş. Yani hepimizni bir qur'u ötküzümüz hamda iyyaka na'budu sözlep ketyapmiz. Onun kendiki yeni bir böleki ve iyyaka nasta'in. Ve iyyaka nasta'in. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Sana ibadet qilamiz. Bu haqda to'xtaldik. Hamda ve iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala muşurunda özüge yalnız ibadet qilish degan bu ma'noni özü dilla yardım talep qilish deganga juplab keltirdi. İkisini birga keltirdi. Sen dilla sana ibadet qilamiz, sen dilla yardım talep qilamiz deb ikisini bir oyatda keldi. Dedi ki iyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Yani senden başka ibadet qilmaymiz, sen dilla yardım talep. En buyerdeki Allah bilan yardım talep qilish seni dünyanın harliqidan tatib ep chiqadi. Sen Allah'ın gayriden yardım talep qilgan vaqtında bir insandan yardım talep qilgan bo'lsa tabii o insanның nufuzi, kuch-quvvati har qanchalar kelsin, hammasi insonlik doirasida bo'ladi. Uning sirtida yardım bermaydi sana. Çünkü biz üçüncü şahıs dünyada yaşayapmiz. Kuch üçüncü şahıs dünyası deganimiz, yani kuch her daim kuchlik odamni ojiz bo'lib qilishi mumkin. Nufuz sahibi bir minutning ichida qo'g'landi, nufuz yo'q, qo'g'landi g'oyilib ketishi mumkin. Bir taxtga odam turmuga tushib qolishi mumkin. Bu yuz bermagan taqdirdami sen şu yardım talep qilgan şu şahıs ölüp ketishi mumkin. Sen yardım beradigan odam topolmaysan vaqtida. Bel Allah müminni dunyoning mashtaharligidan qutsuzini istaydi. Müminden talep qiladi ki
ölmeydigan tirik zatdan yerden talep kılsın davatıdı. Acizleşip kalmaydigan güçlük zatdan yerden talep kılsın davatıdı. Onun buyruğundan hiç kim çıkıp ketmeydigan qahhar zatdan yerden talep kılsın davatıdı. Demek Allah'tan yerden talep kılsan Allah senin qeşin doludu. Del Allah'la senin acizliğini güç kudretke, senin harlıqını azizliği özgertileydiğin del Allah. Onun başkası yok. Mümin daima üzdün çoğun bir küçükü yüzlünüdü. Buna deyişimiz Allah'ın meneciga karıştırıvatqanlar daim başkalarını kul kılışını isteydiğin nüfuz igisi, nüfuz sahibi küçük kişiler oldu. Allah'ın yoluga karıştırıdığanlar şu başkalarını kul kılmakçı olan, özüne menfaat erişmekçi olan nüfuzlu kişiler oldu. Davamlıq. Mümin ula bilen jenge kiradi. Müminin kiradigan jenge bu. Şuңlaşqa haq özünün mümin bendilerini Allah subhanahu wa ta'ala haq ta'ala özünün mümin bendilerinin özünün şu müminler bilen birlikelligini yani haq bilen batıl oturup küreşte muştaq qilishni isteydi. Muştaq qilishga qiziqtirdi. Yani meni qachon aldı Allah. Ve iyyake nesta'in degini sen men bilan yaradan talep qil degini sen bu kurashda meni qachonga al. Men sen bilan birga turay. Men bilan bir sep tutu davatıdı Allah. Yani iyyake nesta'in degini iyyake na'buduga o'xshashlar. Yani sen dilla yaradan talep qilamiz deb mana bu hayotdagi harakat dasturi mu'minga nisbatan. Çünkü ista'ana nesta'in degini bunun ma'nosi yordam talep qilish degan ma'noda. Yani insanning bütün qiladigan sabablari tugidi. Bütün sebepler, bütün qildigan ishini qildi. Lekin bu sebeplar onunga kalkamidiki uni shu vaqtda yerga qaratdi. Ben bütün işlerini qildim, bütün pullarimni xarjladim, bütün kuchimning biridan chiqardim, qilolmadim, bejarmadim bu ishni. Natija qozonmadim. Del şu vaqtida inson shuni eslashi kerakki, undan boshqa ibodat qilmaydigan bir Robbi borligini eslashi kerak. O mu'mindan vaz kechmaydigan, qo'yib qo'ymaydigan, balki yordam beradigan bir zotning borligini eslashi kerak qilishga. Sebepler tügügen vaqtida, sebepler senden ketken vaqtida, sen qiladigan bütün imkoniyatlar oxirlashgan vaqtida sebeplerning bir Robbi va u davomliq mavjud bo'lgan zot. Esinglar bo'lsin. Biz sebep qilishga buyurilgan. Ama sebep tugaydi, sebepning Robbi tugamaydi. Biz sebep qilamiz, ammo bu yerda sebepning bir Robbi bor. Sebeplarning bir Robbi bor. O zot sebeplarning Robbi hech narsadan bexabar emas. Onunğa kainatdagi bir kichikkina bir tiniqmi o'tib ketmaydi. Shunlashqa mu'min doimo osmonga yuzlanadi. Alloh subhanahu va taolo mu'min bilan birga bo'ladi. Mana bu yerda iya va iyyaka nasta'in shu. To'g'ri. Allohdan yordam talab qilamiz deganlik sabab qilma deganlik emas. Biz bütün sabablarni qilib imkoniyatlar tugigan vaqtda ba'zi qilmaydigan shuludi ya. Buni to'qargan vaqtida biz sabab ve sebepnin aldıda ve sebepten kin her daima özümüzün yüzlenişini Allah'a kılsak sebepnin mu bir ilgisi var. Sebepnin mu bir Rabbi var. Sebep onğa tatıdığan işlerini solga ekepireleydi. Solga tatıdığan onğa ekepireleydi. Demek biz hiç kimden aldıda harap kalmayımız. Hatırcam işlerimizin ahırga çıkır.